muhaciretdeki barlık vatandaşlarım ve kan qarindoshlarım. Welcome to Extra Freedom Cup 2022, Norway. Qadimki ota-bobolarimiz o'zining hech qanday elga yengilmas va el bo'lmaslik ro'yitini ham irodasini tavlash uchun va davomli hushyor holatni saqlab qolish uchun har turli musobaqalarni uyushtirib kelgan. O'zlarining kuch-tingirligini yovga qarshi har zaman o'yg'oqligini ifodalab kelgan. Çağıştı futbol bizlerge, çağıştı yopyeshil meydan. Demek musobaqa bir millatning irodasini tavlaydigan va ifodalaydigan jang maydonidir. Navbatda Norvegiya Uyg'ur futbol komandasining tashkillashida, shundaqla sohibxonligida 2022-yili 1-iyuldan 3-iyulgacha Norvegiyaning poytaxti Osloda erkinlik lonqisini talashish futbol musobaqasi o'tkazilmoqchi. Hurra deb, hurra deb, medet direk. Bu yalqinlik musobaqani qo'llash va qatnashish uchun jiroq demay, dunyoning har qaysi joylaridan vatanparvar ham qimmatli mehmonlarimiz bu musobaqaga alohida ishtirok qilmoqchi. Bu musobaqa bugünkidek irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan çaresiz Uyg'urning qisoskor yurigining düpürligen ovozini iflos Xitoy tajovuzchilariga anglitib qo'ydigan musobaqa. Bu ot yurak arslanlarimizning ay yulduzlik ko'k bayrog'imizni mustaqil Sharqiy Turkiston osmonida lapildatadiganligidan bishorat. Butun dunyodagi Uyg'ur jamoatining, jumladan Norvegiyadagi ot yurak vatandoshlarimizning bu musobaqani ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashinglarni orzu qilamiz. Futbolga hurra deb, hurra deb, davanlaşaylı oğlanlar. Hurra deb.